Endi uzum masalasi. Yuqorida xurmoni ko'rsatdik, mana uzumlarimiz yotishini qaranglar. Deskartda 159 rubl, karta bilan 119 rubldan o'tgan safar men aytganday bandi qurib mana to'kilib bitganlar. Bir olmay yotibdi shular. Qanchasini ochib qo'ygan. Hatto tushmishlarni 219 rubldan ochib qo'ygan, mana turibdi hammasi. Bular qoldi endi, bular atxot, bular musor huzurini ko'radi. Tavba qildim, astag'firulloh, 3000 kilometrlardan qancha mehnat bilan kelgan narsalar endi musor huzurini ko'radi-da buni. Axlat huzurini ko'radi. Mana qandoq qilib ularni maqtaylik? Nimasini maqtaylik? Mana bu uzumni yuqoridagi videoda ko'rsatdim. 379 rubldan. Mana olib ketyapti-ku. Nima uchun olib ketyapti? Sifat uchun, chiroy uchun, aldamayotganligi uchun. Yuqoriga yaxshisini tagiga yomonni qilib o'qlamayotganligi uchun mana bunday chiroyli qadoqlarda chiroyli qilib chiqarib o'zini ustida ishlab achchiq haqiqatlarni bir paytlar ularda ham bo'lganda islohotlar. Yaratgandan qo'rqmasa ham ba'zi bir davlatlar bizga bu Rossiyalarga yuk olib kelayotgan insofi borda, iymoni bo'lmasa ham. Shu narsani bilganligi uchun odamni aldash oxiri aylanib kelib o'ziga ziyonligini anglagani uchun ularning mollari barokatli bo'lib, mana shunday holatda chiroyli bo'lib kelib, mana bunday joylarda yaxshi narxlarga sotilyapti, el yurtiga investitsiya kelyapti. Shu ahvolda agar aytsak hozir, olib chiqyapsak, 30 yildan beri birov gapirmagan edi. Bu ishlarni to'g'rilab olsak, yaxshisi o'zimizning yutug'imiz. Mana bunday ziyonlarni o'g'nab olsak, deb oldin gapirilmagan gaplarni ko'tarib ochiq gapirsak, kimlargadir yoqmayapsa, o'zlaringiz akalar kechirasizlar, o'zlaringiz bilib bilmagan holatda, tushunib tushunmagan holatda o'zlaringiz o'zingizga, elingizga, yurtingizga dushmanlik qilib qo'yapsiz. Mana shu tushunchangiz bilan, mana shu holatingiz bilan, mana shu olib borayotgan qilayotgan o'y, fikr, tafakkuringiz bilan